Ayollardan erkaklar ko'proq gapiryapti hozirgi zamonda. Xo'sh, ayollar uyiga mehmonlar keladi-ku. Kelgandan keyin stol stuli zo'r bo'lsa, yo mebeli unaqa yaxshi bo'lmasa, gapirishadi. Shu haqiqatan shunaqa narsa bormi? Ayollardan erkaklar ko'proq gapiryapti hozirgi zamonda. Rostdanlik unaqa narsa bor. U azal-azaldan bor gapiriladigan. Xo'p. Hozir men sizlarga Zelta Premiumda premium stollarini ko'rsatmoqchiman. Hamda orqamda penali ham bor. Xohlasanglar ikkalasini komplekt qilib olinglar, xohlasanglar bo'lib olsanglar ham bo'ladi. Siz ma'lumotlarni berib o'ting buni. Xo'p, stullarimiz maxsus ma'nodan qo'yilgan, Turkiyadan keltirilgan. Qoplari turetskiy, asl matolardan qilingan, ispanskiy valersiya laklari qilingan. Tabiiy yog'ochdan, Yong'oq yog'ochidan yasalgan. Stolning razmeriga keladigan bo'lsa 3,5 metr 12 taligi. Agarda 14 talik kerak bo'lsa, 24 talik kerak bo'lsa, nechtalik kerak bo'lsa aytsanglar qilib beraveramiz. Penalning ham razmeri esa 4 metrli xonaga mo'ljallangan. Buni kichikroq, kattaroq ham qilib berish ilojlari bor. Hammasini pastdagi batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarga aloqa qilsanglar, sizlarga batafsil ma'lumotlarni tushuntirib qilib beramiz.